Allah'ın El-Celil degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tüvendi diktanlağa Ustaz Abduvali Qari Rahimullah'ın Kur'an ve sünnet nuru astida Allah subhanahu ve ta'ala'nın güzel isim sıfatlarının kısaca tefsiri dersliklerinden Allah'ın El-Celil degan isim sıfatları haqidagi tafsirlarni o'qiymiz inshaalloh. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ın El-Celil degan isim sıfatları haqidagi tafsirlar. Allah'ın bu isim sıfatları Kur'an'da 13 yerde tilga ilingan. Tebareke esmu rabbike zil celali vel ikram. Sure Rahman 78. ayetinde tercümesi azametlik ve keremlik Rabbinin namı mübarektir. El-Celil hayvet süpetleri bilen süpetlengen zat demektir. Hakiki hayvet, ulug' süpetler bilen süpetlengen zat Allah subhanahu ve ta'aladır. El-Celil bilen El-Kabir'nin farkı, El-Kabir bolsa zatının kamalını bildirdi. El-Celil bolsa süptinin kamalını bildirdi. El-Azim bolsa hem zatının hem süptinin kamalını bildirdi. O'ttirsidagi farqni ayirib olish kerak. Gerçi ma'nosi bir-birisiga o'xshagan bilan mazmunida qisman farqlandi. El-Celil hayvat sifati bilan sifatlangan zot ham jamol, go'zallik sifati bilan sifatlangandir. Bütün alemdagi mavjudotning go'zalligi, har bir mavjudotdagi o'z o'rnini topganligi bu mavjudotni yaratquchi zot jamol sifatiga ega ekanligiga dalolat qilindi. Jamol sifatiga ega bo'lgan zot o'z-o'zidan ma'lumki ham hayvat sifatiga egadir albatta. El-Celil mutlaq Allah subhanahu ve ta'aladır. Bendilar ichidagi najobiy ma'nida bo'lsa ham El-Celil hayvatlik bo'lgan ulug' sifatlarga ega bo'lgan kishilar bo'lsa, ichki botil sifatlarini tarbiya qilib o'zgartib, kamoliga yetkazgan kishilardir. Chunki ular tashqi ko'rinishlarni o'zgartirish ixtiyorida emas edi. Allah subhanahu va taolo insonlarning jasadlarini qanday suratda yaratgan bo'lsa, buni o'zgartirish ularning imkoniyatida yo'q. Ularning imkoniyatlari Allah subhanahu ve ta'ala'nın güzellik süptiga ega ekanligini bilib, ichki süpti bo'lgan axloqlarini güzelleştirishga harakat qilish kerak. Shundala Rasululloh alayhissalatu vassalamning taxlaqu bi axlaqillah, Allah'ның xuluqi bilan xuluqlaninglar degan emrinin bir qismini o'rinlagan kishilarning qatoridan o'rin olgan bo'ladi inshaalloh. Qur'on va hadislarda Allah'ның bu ism sifatlariga aloqador tuvendagi mazmunlar tilga ilingan. Sure Rahman 27. ayetida tercümesi azamatlik ve keremlik Rabbinin zati mengu qalıdı. Elhamdülillah. Yuqorida Allah subhanahu ve ta'ala'nın El-Celil degan ism sifatlari haqidagi tafsirlarni angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.